Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada Radio Rozi, Washington'dan sözleyimiz ve ziyaretçilerge ma'lum bo'lgan dekazı 3 taraf. Tayvan, Janubiy dengiz, Çavuşan. Çavuşan'da atom yadro kurallarını tөгetiş meselesi yani Çavuşan yerim aralarını yadrosuzlaştırış. Bugün zaten Amerika avazı kelgen haberde 5. ayının ahiri 6. ayının başlarında Prezident Trump bilen Kim Jong-un'un sohbeti başlangan boldu. Endilikte soda, 3. yolu soda. Soda meselesi de hazır. Cungo hükümeti sohbetleş karıştırgan kıyafet oturup çıktı. Bunun kaydı ne uyun var onu bilgili olmaydı. Bırak hazır Cungo hükümeti Moşu soda macerası tüpeyle zeyim zahmet ki yaki ziyan koşturaydıgan taşkı soda. Eksport meselesi de hazır. Halk pulunun kurusunu düşagendek. Yani bu taşkı soda eksport yardım veriş için pulunun kurusunu düşürüş halk pulunun. Lakin ona hatırı pul pahallaş. Pul pahallaş dediğin sözün manası Cungo'da her taraftan maddi ve yemek içmek buyumlarının hemmesinden bas östüğü diyen gibi. Cungo cemiyet götürelim de bu bir iş. Anda Tayvan'daki iş gün sayın ciddileşiyordu. Tayvan'ın işi gün sayın ciddileşiyordu. Bugün şuna münasebetlik leksiyelerini vatandaşlara tapşırırız. Birinci mavzu. İki taraftan Beijing'ni kıstap geldi. Aksaray'ın katı kol emeldarı Prezident Trump'ın devlet bexatarligi maslahatçisi John Bolton efendi Tayvan'ı ziyaret kıldı. Mavzula haber 4. ayının 7. günü Dovit orbiti ilan kılındı. Haber bundak başladı. Biz devletimiz vatandaşları Dovit orbiti Xitay Merkezi Hükümeti'nin kol asıldaki Dovit orbitidir. Saudi iqtisad sahasida qattiq qo'llab Aqsarayda yetakchilik qilayotgan vaziyat ostida Amerika Jungo Saudi urushi qilchimi bo'shadigan bir alomatini ko'rsatmadi. Aqsarayga yangi tayinlangan davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton 4. ayının 8. günü vazifega o'tirdi. Matbuotla mundaq ko'rsatdi. John Bolton 6. ayda Tayvan'ı ziyaret kıldı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Tayvan kartini maqsadlik o'ynab, Beijingning savdo masalasida yo'l qo'yishiga besim ishlatyapti. O'tganda bir qator so'zildi-ku, shu masala oddiy bo'lib qolamdi qanday deb. Prezident Trump bundan burun Amerika Jungo savdosini Tayvan masalasi bilan bog'lab qo'ydi. Keyin Çavuşan meselesinde hemkarlış kerak bo'lganlikdan bir chetga qayirib qo'ygan edi. Tayvan meselesini bir chetga qayirib qo'ygan edi. Növbette Amerika Jungo savdo munosabatida her iki taraf bir-biriga debaylashga boshlaganda, uning ustiga Aqsarayda qattiq qo'lla sahnaning oldiga o'tganda Prezident Trump'ning vaziyatga ergishib Tayvan kartini o'ynab Beijing'e iki taraftan besim işletişine endi chetga qaqqilib olmaydi. Amerika'nın Tayvan'da kurulgan Amerika Tayvan Cemiyeti bu yıl 6. ayda yeni binaga köçüp girdi. Avvalki Taybey şehri Da'an rayoni Xinyilu ko'chasidan Taybey şehri Nuyhe rayoni Jinhulu ko'chasiga ko'chib bordi. Tayvan taraf Aqsaray ve Amerika Mudofaa Ministerligidan yuqori darajalik amaldorlarning marosimga qatnashib berishini talab qildi. Iqtisodshunoslar jurnal 4. ayning 5. kuni xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchiligiga yangi tayinlangan John Bolton bu fursatda Tayvanni ziyorat qildi. Sabah Prezident George W. Bush hükümetinden sabah Prezident Obama hükümetigacha Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi izchil davlat mahkamasi amaldori aloqador taraflar salohiyati bilan Tayvanni ziyorat qilishga bo'lmaydi degan buyruqqa amal qilib kelgan.
Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi izchil holda ma'muriyat organlari bundaq cheklimini bekor qilib, Tayvan bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish kerak deb hisoblagan. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining fikri ostida Prezident Trump Tayvan sayli-sayot qonuniy loyihasiga imzo qo'yib, HR 535 nomerli Amerika bilan Tayvan taraf amaldorlarining o'zaro berib kelishini ruxsat qildi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlari idorasining yordamchi davlat ishlar kotibi Alkis Wong 3-oyning 20 kunidan 22 kunigacha Tayvanni ziyorat qilib, Tayvanda Amerika savdo jamiyatining faoliyatlariga qatnashdi hamda Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan tamoqda birga bo'ldi. Tsai Ing-wen bilan tamoqda birga bo'ldi. Jungo taraf bu ishga ogohlantirish berdi. Huang Ji-won, ya'ni Alkis Wong Tayvanni ziyorat qilishning 2-kunida Jungo quruqligining avtomatkisi Tayvan bo'g'izini, ya'ni Liaoning Hao Tayvan bo'g'izini kesib o'tdi. Prezident Trump tanlab olgan va davlat bexatarligi maslahatchisi bo'lib tayinlangan John Bolton apandining maydoni Prezident Trumpning maydoniga yaqin turdi. Savdo iqtisod masalasida John Bolton mundaq hisoblaydi. Jungo Dunyo savdo tashkilotidan foydalanib Amerikadan hayon oldi. Amerika tartib bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Dunyo savdo ahdnomalari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Harbiy ishlar sohasida John Bolton endi Tinch okean strategiyasini kuchaytirishni, bo'libmi Tayvanning o'rni va roliga e'tibor berishni ta'kidlaydi. Tayvan garbiy qurol-yarog' setib berib, Tayvanni Amerikaning Sharqiy Osiyodagi cho'kmas avtomatkisiga aylantirishni qo'llaydi. Hatta Amerikaning Tayvanda askar turg'izishdan bishorat berdi. Uning qarashicha Amerika jungo siyosatini tartibga solib, bir jungo siyosatini bo'ylab ketavermasligi. Uning qarashicha, John Boltonning qarashicha, Amerika jungo siyosatini tartibga solishi, bir jungo siyosatini bo'ylab ketavermasligi, Beijingga taslim bo'lmasligi kerak. John Bolton Tayvanning strategik o'rni Okinawa va Guam orlig'i selishtirg'ilib bo'lmaydigan darajada Amerika armiyasini o'rinlashtirishda texnikallik va texnik harakatchanlikka ega. Tayvan bu orolni Guam orlig'i shundaqla Okinawa orlig'ini selishtirg'ilib bo'lmaydi. Uning o'rni, strategik o'rni bularda muhim demakchi. Undan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligiga yordamchi davlat mudofaa ministri bo'lib yangi tayinlangan Randy Schreiber apandimi Tayvanning strategik o'rniga e'tibor bilan qaraydigan qattiqqo'l amaldorlar. John Bolton bu sifatlik qattiqqo'l amaldorning vaziyatga vazifaga o'ltirishi va yuqori o'rlishi Prezident Trumpning Tayvanga qaytadan e'tibor bilan qaraydiganligini va bu e'tibor bilan qarashni ilgari so'radiganligini aks ettirib berdi. Demak, John Boltonning bu qatim Tayvanni ziyorat qilishi ham bu kishining Oqsaroyda maslahatchiligi ko'tarilishi, davlat bexatarligi maslahatchiligi ko'tarilishi, demak, Prezident Trumpning Tayvanga qaratgan siyosatida ilgirlash bo'ladiganligini va Prezident Trumpning Tayvanga yoki ochiq aytgan Tayvan masalasiga e'tibor bilan qaraydiganligini aks ettirib